Assalomu alaykum, Harsimple kanali muxlislari. Bugun sizlar bilan biz bepul ekran zapis qiluvchi programmani ko'rib o'tamiz. Ba'zilarini hozir internetda kuzatib chiqdim. Narxlari $30 dan boshlanadi to $100, $120 narxlar belgilangan. Albatta bu pulni to'lashga hammaning ham qurbi yetavermaydi, hamma ham sotib olish xohlamaydi. Shuning uchun bepul programmani izlashga harakat qiladi hamma. Birinchi tanishadigan dasturimiz Pokem Screen Recorder deb nomlanadi. Bu programmani ko'rinishi mana bu. Demak, buni ham internetdan bemalol bepul ko'chirib olishingiz mumkin. Va demak, bu programmani ham bir nechta funksiyalari bor. Masalan, ekran zapis qilish mumkin, o'yinni zapis qilish mumkin, zapis audio. Bu programma yordamida demak, siz qayerda tasvirga olishingizni belgilab olasiz va bemalol o'sha ekran zapisini amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Zapisni turli xil ko'rinishda saqlanib qilish mumkin. Ovozni ham demak nasrikasini amalga oshirish mumkin. Demak, birdaniga o'sha tasvir bilan birgalikda ekranni rasmga ham olish mumkin bo'ladi. Sichqonchaga effekt berish mumkin. Bir qancha nasrikalar bor. Yana bir yaxshi tarafi bu dastur ham demak rus tilida va o'zimizga tushunarli bo'lgan tilda bo'lgani uchun bu dasturdan foydalanish ham bizga anchagina qulay bo'ladi. Bu dasturda zapis qilish vaqti cheklanmagan. O'zim ham shu dasturdan foydalanaman va juda ham qulay va ishonchli dastur, ishonchli programma hisoblanadi. Keyingi dasturimiz Streamlabs OBC deb nomlanadi. Bu dastur demak alohida ta'kidlab o'tish kerak. Buni demak funksiyalari juda ham ko'p. Istalgan turli xil funksiyalari bor. Siz bu funksiyalarni demak nastroyka yordamida o'zingizga moslashingiz mumkin. Yana programmada demak temasini ham o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Bu programma kompyuterda parametrlari kuchliroq bo'lishi kerak bu programmani ishlatish uchun. Demak, mana bu yerda ko'rib turibsiz, demak bir qancha uni nastroykasi bor va buni demak virtualni web kamera qo'shib ham ishlatish mumkin. Va demak bu universalniy demak programma hisoblanadi. Demak, aynan YouTube'da video qilmoqchi bo'lganlar uchun aynan mana shu programmani tavsiya qilgan bo'lardim. Video MP4 formatda saqlanib bo'ladi. Bu ham juda ham qulay hisoblanadi. Bu dastur yordamida zapis qilingan videoni hajmi kattaroq bo'ladi bundan oldingi dasturga nisbatan. Keyingi ekran zapis qiluvchi programmamiz bu FreeCam deb nomlanadi. Bu programmani demak tuzilishi juda ham oddiy. Siz demak новая запись tugmasini bosish bilan demak ekranda bo'layotgan o'sha tasvirni suratga olishingiz mumkin bo'ladi. Yana bu yerda demak ekranni belgilaysiz, qaysi joyini tasvirga olmoqchisiz ekranda. Demak belgilab demak shu jarayonda shu ko'rinishda davom ettirasiz. Bu demak nastroykasi yordamida demak qayerga ovozni o'chirib qo'yish mumkin. Mikrofon faqat ta'sirni o'zini hosil qilishingiz mumkin. Va demak расширенияda demak sichqonchani ko'rinishini ta'minlashingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu juda ham oddiy dastur hisoblanadi. Unchalik ham murakkab emas, ham parametri pastroq bo'lgan kompyuterlar uchun ham juda ham yaxshi programma hisoblanadi. Mana aziz do'stlar, va'da qilganimdek 3 ta bepul ekran zapis qiluvchi programmalar bilan sizlarni tanishtirib o'tdim. Bularning hammasi absolyutni bepul. Kompyuterga uстановка qilgandan keyin hech qanday o'zi qo'shimcha mablag' so'ramaydi va eng asosiysi bepul, bemalol ishlatish mumkin bo'ladi. Video sizlarga qanchalik darajada foyda keltirganligini kommentariyada yozib qoldiringizlar. Kanalga a'zo bo'lish esingizdan chiqmasin va bitta like tugmasini bosib yuborsangiz juda ham xursand bo'lardik va kanalimizni rivoji uchun juda ham bu narsa muhim hisoblanadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.